Uyghurlar Mesilisi, Birleshken Döletler Teşkilatı ve Xalqaranın Qollishisiz hal Bolamdu. Aptori, Asiye Uyghur. Birleshken Döletler Teşkilatıning baş ştabi Amerikada. Birleshken Döletler Teşkilatı Kishilik Hukuk Kengeshi Cenvada. Birleshken Döletler Teshkilati Kishilik Hukuk Kengeshi öz funksiyasini yo'qotganligi sabab Amerika chekinib chiqqan. Ammo Birleshken Döletler Teshkilati bugunga qadar xalqaroda yuz bergan da'volarni bir taraf qiladigan birdan-bir organ. Dünyada hozirga qadar xalqaro masalalarni hal qiladigan buningdan boshqa hech qanday organ yo'q. Shundaqla hech qanday da'vo Birlashgan Döletler Tashkilotidan mustasno holda yurgizilmaydi. Hatto Xitoyning irqiy qirg'inchiligi ustidan arz qilish uchunmi avval Birlashgan Döletler Tashkilotiga Andın xalqaro sotqa havola qilamiz. Masalalarga real nuqtadan qarashimiz kerak. Bizning masalamiz Birlashgan Döletler Tashkiloti va Amerika, Yevropa ittifoqisiz hal bo'lmaydi. Bu Birlashgan Döletler Tashkilotidan umid kutish emas, balki bir millat bo'lish sifatimizda öz haq-huquqlarimizni xalqaro qonunlar bo'yicha kapolatga ega qilish va qo'g'dash hisoblanadi. BDT masalamizni hal qilish uchun nurg'un tartiblardan o'tish kerak. Xuddi boshqa davlatlarga o'xshash. Masalan, Kosovo masalasiga BDTning aralashishi, ayni zamanda Serbiya Kosovoning avtonomiya huquqini tortib olganlik sabab Kosovodagi albanlarning qattiq qarshiligiga uchragan va ikki taraf qurolli jang qilgan. Bu yerda Xitoy hukumatidek uchurlarni umumyuzlik qamal qilish yoki ilgari Kosovoga yolg'on avtonomiya berish degandek masalalar mavjud emas bo'lib, yuz berayotgan ahvollar BDT aralashmasi bo'lmaydigan holatda isbotlar to'liq bo'lg'achqa tinchlik saqlash qismlari avatilgan. Rayvonda qirg'inchiligi yuz berishdan avval BDTga bu haqda eskartish berilgan bo'lsa-mu, lekin BDT bu qirg'inchilik texi yuz bermagani sabab aralashishni rad qilgan. Ya'ni 1994-yili Rayvonda irqiy qirg'inchilik yuz bergandan keyin 2004-yili Rayvondaga BDT tekshirish o'miga avatgan. 2008-yilda Rayvonda cho'ng qirg'inchiligi haqida ondan 485 betlik doklad tayyorlanib, bu qirg'inchilik irqiy qirg'inchilik deb bekitilgan. Darvaqa Birlashgan Döletler Tashkiloti bo'lsa bir qonuniy asosga ega xalqaroliq organ. Sizning irqiy qirg'inchilikka uchraganligingizni, tajovuzchilikka uchrab mustamlika qilinganligingizni isbotlaydigan yetarli isbot bo'lmasa, bu organ sizga yordam qila olmaydi. Bu xuddi sotqa chiqish uchun yetarli isbot to'plashingiz va sizga yordam qiladigan qaltis advokatdan birini tepishingiz va deganlaringizni isbotlaydigan guvohchilaringizni tayyor qilishingizdek bir ish. BDTda masalamizni o'ttirg'a qo'yish shartini hozirlashning o'zi masalamizni hal qilishga yo'l ochganlik bo'ladi.
Kosovo мәсілісімі, Kataloniya мәсілісімі, Sudan мәсілісімі, һәм O'rta Sharq мәсілелеріме әні шу BDT арқылық әл болған. Uyghurlar BDT və xalqara qanunlarga tayanmay turub heç qandaq nəticəyə erişəlməydi. Öz aldığı çarı görüş üçün yanıla başqa dövlətlərin qollışığa erişişiniz kerak. Ondaqda dünyada qancha dövlət var və qanchası BDT-ga a'zo dövlətlər? BDT-ga a'zo dövlətlər hammasi Xitoyning dövlət bütünlüyünü qollaymiz deb imza qo'ygan dövlətlər. Shundaq ekan, ularning BDT sirtida Uyg'urlarning mustaqillik harakatlarini qo'llashi asla mumkin emas. Ondaqda yana kim bizni qo'llaydi? Xalqaro nizomlarga qarshi holda bizni qo'llaydigan dövlətlər oldi bilan Xitoyning, ondan qolsa BDTning har turli jazolarga uchraydi. Sizningcha qaysi bir dövlət Uyg'urning manfaati uchun o'zining dövlət manfaatini ziyonga uchirtdi? BDTning Uyg'ur masalasiga qo'l tiqishi uchun po'latdek paketlar bilan butun millat bo'yicha harakatga o'tishimiz. Birlik va ittifoqlik ichida hammamiz ashu vatan va xalqimizning 70 yillik mustamlika hayotiga xotima beralaydigan kuch bo'lib shakllanishimiz kerak. Бүткіл дүнияда 2014 yılga qadar bo'lgan statistikada 197 dövlət бар deb hisoblangan bo'lib, bulardan 193 dövlət Birleshken Döletler Teshkilatiga a'zo bo'lgan mustaqil egilik huquqiga ega dövlətlərdir. Demak, Birleshken Döletler Teshkilati 1971-yili Xitoy Xalq Cumhuriyeti haqida 2758 nomerliq qarornoma ma'qullab, Junhua Mingoni Birleshken Döletler Teshkilatidan chiqarib etgandan tortib, Xitoyning egilik huquqini e'tirof qilgan. Gerçi Xitoyning ustimizdan elib borgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari taki bugunga qadar xalqaro sudga yoki xalqaro jamoatchilikka isbotlar bilan yetkazilayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning ustimizdagi vositalik qaralashlari davomida bizdagi nodonlik, ilmsizlik, butun bir millat bo'yicha Xitoyga bo'lgan ojiz tunish, diniy va milliy kimligimizdan foydalanib, oldin qurilgan Xitoy qiltoqlariga tushaverishimiz bilan hamisha yo'lliq davoyimiz yo'lsizlikqa, Xitoy davlatini parchalashga uringan ushshaq bo'lgunchi kuchlarga, xalqaro terrorchilarga, hatto oqibatda oshqulluq va dunyo tinchligiga tahdid kuchlar deb qaralib, davoyimiz nazardan saqit qilinib keldi. Agar Amerika Xitoy orasidagi savdo urushi sababli masalamiz xalqarodagi demokratik davlatlarning qimmat qarashlarining mavjudligiga taqilib qolmagan bo'lsa, lagerlarga qamilnib jimjit yo'qitib o'tilsakmi, aman qolganlarimiz Xitoy bo'lib ketsakmi, dunyoning diqqati bizga to'g'rilanmagan bo'ladi. Xitoy bizni izchil davlat kuchidan foydalanib, cheksiz va zo'r ko'lamlik tashviqotlari bilan bizni mayli Xitoy ichida bo'lsin yoki dunyo miqyosida bo'lsin, obrazimizga ig'ir nuqson yetkazib keldi. Shundaqligimizga qaramay, bugungi millat bo'yicha yo'qotilish
hanglarga kelib qolgan ahvolimizdimi? Düşmanimizga taqobil turishda düşman bizga ortgan ashu badbashira, terrorchi, ashqun, radikalchi degandek tuhmatlardan sirtqi qiyofat jihati bo'lsa-mu yiroq turishni xohlamayotimiz. Uyg'urni yo'qdiman degan Xitoyning oldiga o'zimizning turk qavmi ekanligini pash qilib, boshqalarni biz bilan bu o'tqa billa so'rmoqchi bo'layotimiz. Lekin bu biz qutulolmaydigan meynatchilik yoki zulm emas edi. Dunyoda nurg'un millatlar boshqalarga mustamlika bo'lgan. Lekin hech bir millat bizdek zulm ko'rib turibmi, milliy mavjudligining da'voning asosiy ekanligidan gumon qilgan yoki voz kechgan emas. Bu zulmdan qutulish hamma Uyg'urning orzusi. Ammo qutulish yo'li mardonlik bilan birli nishon, ya'ni vatanni qutqizish uchun otlanish hamma Uyg'ur yuragiga vatandan iborat bu o'tni mash'al kabi yoqolishi va bu mash'al g'oyat zo'r yolqin bo'lib dunyoga harorati bilan ta'sir ko'rsatilishi zarur. Qutulish Uyg'urlar uchun yetkili bo'lmaydigan manzil emas. O'zligimizga qaytish, birlashish va Xitoyni xalqaro sudga tortib chiqarib, uning jinoyatlarini xalq olamga jakarlash. 70 yildan buyongi ustimizga ortilgan tuhmatlarni yuyish va erkinlikka yetishning aqlga muvofiq yo'li bo'lishi mumkin. Tugidi. 2019 yil 30 iyul